Love it. Ijtimoiy tarmoqlarda 3 nafar xorijlik fuqarolar 2000 so'mlik banknotani olovga tutib, tamaki tutatgan videosi tarqaldi. Videodagi o'zaro suhbat va tashqi belgilarga ko'ra, ularning xitoylik ekani taxmin qilinmoqda. Video WeChat ijtimoiy tarmog'ida kichik C nomi bilan yuritiladigan akkaunt orqali joylashtirilgani ma'lum bo'ldi. Ma'lumotlarga ko'ra, videoda aks etgan shaxslar Toshkent viloyatida joylashgan korxonalardan birida ishlayotgan xitoylik ishchilar ekani aytilmoqda. Ushbu harakat O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq huquqiy javobgarlikka sabab bo'lishi mumkin. Xususan, Jinoyat kodeksining 215-moddasida davlat ramzlariga hurmatsizlik qilish jinoyat sifatida belgilangan. Mazkur moddaga ko'ra, davlat bayrog'i, davlat gerbi yoki davlat madhiyasiga nisbatan hurmatsizlik qilgani uchun bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravarigacha miqdorida jarima yoki 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoxud 3 yilgacha axloq tuzatish ishlari bilan jazolanadi.